Merab Dvalishvili o'z muxlislarini xursand qilish uchun joy va vaqt tanlamasligini yana bir bor isbotladi. Merabning chempion va haqiqiy inson sifatida UFC'dagi eng hurmatga loyiq odam ekanligiga shubha yo'q. Barchaga salom. Ushbu videoda biz Hamzat Chimayevning PlayStation'ga qarshi imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, eng so'nggi UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Videoga like bosing, biz boshladik. Ishonchli koeffitsiyentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyada yozilgan omad silkasi yordam berishi aniq. Ushbu silka orqali ro'yxatdan o'ting va tahlilnomai promo kodini kiriting va 5 million so'mgacha bonusga ega bo'ling. Barchaga omad, biz yangiliklarda davom etamiz. Dustin Poirier rejasiga ko'ra Max Hollowayga qarshi jang uning professional faoliyatidagi eng so'nggi jang bo'lishi kerak. Ammo bu Dustinning oktagonga oxirgi marta kirishi bo'lmasligi ehtimoli bor. Dustinning gaplari: "Menimcha bu mumkin. Hech qachon demang. Men juda ko'p pul topdim, o'zimni ta'minladim va endi jang qilishning hojati yo'q. Demak, bu rostdan ham jozibali narsa bo'lishi kerak va bu albatta oxirgisi bo'lmasligi mumkin", dedi Dustin Poirier. Poirier va Holloway o'rtasidagi jang 19-iyul kuni bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun, Dustin Poirier Max Hollowayning UFC'dagi birinchi raqibi. Shuningdek, unga karyerasidagi ilk mag'lubiyatni keltirgan. Oxirgi jang aynan maxsus raqibga qarshi bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, men hayron bo'lmayman. 1 yil tanaffusdan keyin oktagonga qaytib, muxlislarni xursand qilish uchun bir ikkita ajoyib jang o'tkazish mumkin. Misol uchun, Diaz bilan yarim o'rta vaznda, Gaethje bilan revansh, Topuria bilan jang, agar u chempion bo'lsa. Dustinning muxlislari sizlardan bitta like kutaman. Vazn toifasidan qat'iy nazar eng yaxshi UFC jangchisi Islam Makhachev kamida 3 ta jang o'tkazish uchun tashkilotning yarim o'rta vazn toifasida qolishni rejalashtirmoqda. Ali Abdulazizning so'zlariga ko'ra, Islam Jack Della Madalenadan chempionlik kamarini olib qo'ygandan keyin 2 marta himoya qilishni rejalashtirgan. Alining gaplari: "Islam Makhachev hozirda UFC'dagi eng yaxshi jangchi hisoblanadi. Ya'ni 2 marta kamarni himoya qilsa, u tarixdagi eng buyuk jangchiga aylanadi", dedi Ali Abdulaziz. Madalena va Makhachev o'rtasidagi chempionlik jangi oktyabr oyida Abu Dabidagi UFC 321 turnirida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Demak, biz Islam Makhachevni yana 3 marotaba UFC oktagonida ko'rishimiz mumkin. Islam Madalenaga qarshi jangda g'alaba qozonishi mumkin, lekin Shavkat bilan qandayligini tasavvur qila olmayman. Ushbu ehtimoliy jang haqidagi fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Gary Makhachev va Chimayev ustidan g'alaba qozonishiga ishonch komil. Uning gaplari: "Islam endi vazn toifasidan qat'iy nazar reytingda birinchi o'rinda turibdi. U o'zini ko'tarib, yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik uchun kurashadi va agar u g'alaba qozonsa, men bu jangni mutlaqo talab qilaman. Chunki men eng zo'rini yutish va dunyoning eng yaxshi jangchilaridan biri ekanligimni isbotlashdan boshqa hech narsa istamayman." Hamzatga kelsak, menimcha u o'z ishida ajoyib. Men shunchaki ishonamanki, u hali men qila oladigan narsani unga qila oladigan hech kim bilan jang qilmagan. Men qiyinchiliklarni yaxshi ko'raman va bu haqiqiy qiyinchilik bo'ladi. U o'z karyerasida nimalarga erishgani va buni qanday amalga oshirganini inobatga oladigan bo'lsak, bu haqiqatdan ham rag'batlantiradi, dedi Gary. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Machado Gary navbatdagi jangini amerikalik Sean Brady'ga qarshi o'tkazadi. Bu jang u bilan potensial da'vogar maqomiga ega bo'ladi. Chimayev Habib yoki Islam emas. Demak, Hamzat va PlayStation jangini tahlil qilamiz. Chimayev qanchalik yomon yoki yaxshi ekanini biz u Dricus du Plessisga qarshi jang qilganida bilib olamiz. Men buni allaqachon aytganman. Chimayev bo'yicha namunalar soni juda kam. U jang maydonida hali yetarlicha vaqt o'tkazmagan. Biz undan haddan tashqari ko'p narsa kutyapmizmi? Hammaning og'zida bir gap: u kurashni yaxshi biladi. Biz unga Habibga bergan ishonchni beramizmi? Ammo u Habib emas, Islam Makhachev ham emas. Biz ularni bir-biriga o'xshatamiz, lekin bu bir xil emas. Habib hech qachon charchamagan. Chimayev chindan ham biz o'ylagandek kuchlimi? Yoki du Plessisga qarshi jangda u asl holatini ko'rsatadimi? U dastlabki raund oktagonga chiqqanida zo'r jang qiladi, lekin biz uni 2 va 3 raundlarda charchab qolganini ko'rganmiz. Uni Gilbert Burns yiqitgan edi, lekin o'sha jangdan keyin Gilbertning o'zi ham g'alaba qozona olmayapti. Shunday ekan, Chimayev rostdan ham odamlar ishonmoqchi bo'layotgan darajada kuchlimi? Menimcha yo'q. U raqibga kuchli bosim o'tkazayotganida hayratlanarli ko'rinadi. Buni inkor etmayman. Ammo unga zarba tegsa nima bo'ladi? U chidab bera oladigan yigitmi yoki u sinib qoladimi? Menimcha buni biz Plessis bilan jangdan keyin bilib olamiz. Ushbu jang haqidagi fikrlaringizni albatta kommentariyada kutaman. Sizlar bilan doimgidek tahlilnomai kanalida. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.